Nima deb o'ylaysizlar bu? Nima uchun mana bunaqa moy bo'lib ketgan? Hamma yoq qanaqa moy qisib to'shaganda bu. Buni bitta o'zi sababi bo'lgan o'zi baribir. Перчаткам qani? Perchatkam. Fikri. Ana, raklarga qo'yilganda man qiyshiq qotib qolgan bo'lgan. Endi направляющийlarni joy-joyiga qo'yish kerak. Tak, o'shaning hisobiga mana bu yerda davleniya bo'ladi. Mana bu yerda moy aylantirgandan keyin olib chiqib mashinadan otadi. Bundan sizib chiqqanda bu. Nimaga keyin mana bu ichidagi sanlikcha ham ketib qolgan bo'lgan. Mana shundan tashqariga qarab otishni boshlagan. O'sha hisobiga mana do'stlar qanaqa. Xudo xolisa bir 2 soat. 2 soatdan keyin chiqib ketadi. Bajar qiyin ish emas. To'g'rimi? Xudo xolasa.